Komplekt narxi 60.500 AQSh dollari. Sotuvda ko'rib turganingizdek, mana shu Man Euro 6 Kogel Persep bilan birgalikda 2017 ga Persepinel 2017-yilda ishlab chiqarilgan Tigach standart sredniy ramada 500 ta ot kuchiga ega. Bosib o'tgan masofasi 991 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobka 14 talik Scania korobka bo'ladi. Mashinada retarda ham bor. Salon ichki holatlarini ko'rishingiz mumkin. Hamma narsalar 100% ishlaydigan holatda. Konditsioner, avtonomka, xolodilniklari ishlab turgan. Biror bir kamchiliklari yo'q. Egalari faqat o'zlari haydagan mashina ekan. Baklari bir tomonda 580 litrli bak, yana bir tomonda 580 litrli baklar bilan jihozlangan. AdBlue sistemalari ham yaqinda uzdirib qo'yilgan. Tigachchi ham, Persepchi ham balonlarini hammasini yaqindan ko'rsatib ketamiz. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Persepi 2017-yilda ishlab chiqarilgan 100 kubalik Kogel Persep bo'ladi. Bu damkratlik, damkratini qo'shilganda hajmi 105 kuba hajmga ega bo'lar ekan. Persepi moslari saf mos, ichlari usrinni qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. TVS tomoni yangi qildirib qo'yilgan. Aytib o'tirgandek, Tigachda ham, Persepda ham kamchiliklari yo'q. Qiziqqan bo'lsangiz, egalariga telefon qiling. O'zlaridan yana to'liqroq ma'lumotlarni olasiz. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida turibdi. Bemalol kelib ko'rib, tekshirib olsangiz bo'laveradi. Bu videoni mana shunaqa Man Euro 6 olaman deb qidirib yurgan Furesh tanishlarga yuborib qo'yishim esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.